Assalomu alaykum. Kia Sorento qulaylik, texnologiyalar va imkoniyatlarning maksimal darajasi. Hozir esa komplektatsiyalarni ketma-ket ko'rib chiqamiz va har bir darajada nimalar mavjudligini bilib olamiz. Komfort komplektatsiyasidan boshlaymiz. Bu versiyada Sorento avtomatik uzatmalar qutisi, to'liq uzatmali 205 benzinli dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu versiyada allaqachon bir qator qulaylik, issiqlik opsiyalari mavjud. Old o'rindiqlari isitilishi, rul isitilishi, yon oynalar isitilishi, ikkinchi qator uchun havo o'tkazgichlar hamda oyna yuvish suyuqligining kamligi haqida ogohlantiruvchi indikator. Jihozlash borasida bu yerda barcha qulayliklar mavjud. Charm qoplamali o'rindiqlar, panoramali tom va elektr yuritmaga ega lyuk, 12.3 dyumli raqamli panel, Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydigan 12.3 dyumli multimedia tizimi, kalitsiz kirish, besklyuchoviy dostуп va tugma orqali ishga tushirish, start stop, masofadan dvigatelni ishga tushirish, simsiz zaryadlash, ikkinchi qator pardalari, atermal old oynalar va yukxonadan ikkinchi qatordagi o'rindiqlarni masofadan yig'ish. Shuningdek, xavfsizlik va qulaylik uchun foydali funksiyalar mavjud. Orqa qatordagi yo'lovchilar haqida eslatma, old parkovka sensorlari, elektr qo'l tormozi, elektron bolalar qulfi va kuzov balandligini avtomatik tekislash tizimi. Comfort Plus komplektatsiyada dvigatel hajmi 205 bo'ladi. Sayohat va oila uchun yanada qulay imkoniyatlar qo'shiladi. Bu yerda orqa oynalar qoraytirilgan, tonirovka, 3-qator uchun konditsioner va yukxonada zaryadlash porti mavjud bo'ladi. Bular Sorentoni uzoq safarlar va orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilar uchun yanada qulayroq qiladi. Prestige komplektatsiyasi ham 205 litrli dvigatel bilan taqdim etiladi. Ammo aynan shu komplektatsiyada Sorento texnologiyalar va premium funksiyalari bo'yicha sezilarli darajada kuchayadi. Bu yerda proyeksion yorug'lik diodli faralar, old oynaga proyeksion displey, 4 kamerali aylanma ko'rish tizimi va old o'rindiqlar ventilyatsiyasi paydo bo'ladi. Elektron uzatmalar selektori, rul orqasidagi almashtirgichlar, yon parkovka sensorlari, shuningdek yanada takomillashtirilgan xavfsizlik to'plami, yon xavfsizlik yostiqchalari va xavfsizlik pardalari bilan jihozlangan. Va eng muhimi, aynan shu komplektatsiyada haydovchiga yordam berish tizimining kengaytirilgan majmuasi mavjud. Haydovchi e'tiborini nazorat qilish, intellektual kruz nazorati, ko'rinmas zonalarni nazorat qilish, to'qnashuvlarni oldini olish tizimlari, chiziqda harakatlanishga yordam beruvchi tizim, raqamli panelida ko'rinmas zonalar tasvirlari, parkovkadan chiqishda ogohlantirish tizimi va xavfsiz chiqish tizimi. Bundan tashqari, Sorentoni premium darajasidagi his qilinadigan funksiyalari qo'shilgan. Salonni atmosferali yoritish, Bose audio tizimi, haydovchi o'rindig'ining xotira funksiyasiga ega elektr sozlamalari va yo'lovchi o'rindig'ining elektr sozlamalari, shuningdek aqlli yukxona eshigi. Kutib oling, Prestige Plus Kia Sorentoning eng so'nggi komplektatsiyasi. Eng asosiy farqi kuchliroq dvigatel. Bu versiyada Sorento 3,5 litrli kuchli benzinli motor, 8 pog'onali avtomatik uzatmalar qutisi va to'liq yuritma bilan ta'minlanadi. Prestige Plus komplektatsiyasi Prestige darajasidagi barcha opsiyalarni o'z ichiga oladi. Qulay old o'rindiqlar, barmoq izi orqali tanish tizimi, orqa yon xavfsizlik yostiqchalari, shuningdek piyoda va velosipedchini tanib oluvchi kengaytirilgan to'qnashuvni oldini olish tizimi. Izohlarda sizga Sorentoni qaysi komplektatsiyasi yoqqanini yozib qoldiring. Agar shaxsan o'zingiz baholamoqchi bo'lsangiz, bizni Kia O'zbekiston dilerlik markazlariga tashrif buyuring. Sizni kutib qolamiz.